Biznesga kirish demak fanimizda biznesda mulk tushunchasi va mulkchilik shakllari mavzusini o'rganamiz. Demak, shu mavzu doirasida mulkchilik munosabatlarining mohiyati va iqtisodiy mazmuni haqida gaplashamiz. Mulkchilik munosabatlari har qanday jamiyat iqtisodiy tizimining asosiy munosabatlaridan birini tashkil qilib, insoniyat iqtisodiy taraqqiyotining mahsuli hisoblanadi deb aytiladi. Ya'ni, mulkchilik munosabatlari moddiy va ma'naviy ne'matlarni ishlab chiqarish hamda jamiyat boyliklarini o'zlashtirish jarayonlarida vujudga keladi. Shunday ekan, mulkchilik munosabatlari mulkka egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlardir deb ham aytiladi. Mulkka egalik qilish haqida aytadigan bo'lsak, mulkdorlik huquqining uning egasi qo'lida saqlanib turishini bildiradi va yaratilgan moddiy boyliklarni o'zlashtirishning ijtimoiy shakllarini ifodalaydi deb aytiladi. Ayrim hollarda mulkka egalik qilish uning egasi ixtiyorida saqlangan holda undan amalda foydalanish esa boshqalar qo'lida bo'ladi. Bunga ijaraga berilgan mol mulkni misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Mulkdan foydalanishga ta'rif berib o'tadigan bo'lsak, bu mulk mol mulkining iqtisodiy faoliyatda ishlatilishi yoki ijtimoiy hayotda qo'llanishidir deb aytsak bo'ladi. Demak, mulk shakllarining turlari va tarkibi haqida aytadigan bo'lsak, albatta bu fuqarolarning shaxsiy va xususiy mulki, jamoa mulki, shu jumladan oilaviy, mahalla, kooperativ mulk, ijaraga olingan biznes faoliyati mulki, aksiyadorlar jamiyati, davlat biznes faoliyati jamoasining jamoat tashkilotlari va diniy tashkilotlarning mulkini aytsak bo'ladi. Turli xo'jalik birlashmalar, uyushmalar mulki, yuridik shaxs hisoblangan boshqa jamoalar mulkini aytishimiz mumkin. Va yana davlat mulki, aralash mulklar, qo'shma korxonalar, demak, chet el fuqarolar holati bo'yicha tashkilotlar, davlat, shuningdek, o'sha yuridik shaxslar mulki shaklida yuzaga chiqadi. Va yana aytishimiz mumkin, xususiy va shaxsiy mulk birgalikda fuqarolar mulki deyiladi. Jamoat mulki boylikning muayyan maqsad yo'lida ayrim jamoalarga birlashgan kishilar tomonidan birgalikda o'zlashtirishidir deb ham aytiladi. Jamoat mulkining afzalligi shuki, bu mulk ishlab chiqaruvchining o'zini mulkdor qiladi. Bu yerda mulk egalari va ishlovchilar aynan bir kishilardir. Shu sababli ishlab chiqarish omillari to'g'ridan to'g'ri birikadi. Demak, davlat mulkining paydo bo'lishining rivojlanishi quyidagilar hisoblanadi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni uchta bosqichga bo'linadi. Bu yerda birinchisi mulkni davlat mulkiga aylantirilishi, davlat mablag'i hisobidan biznes faoliyatlari qurilishi, jamiyatda yaratilgan ammo boshqa mulklarga taalluqli daromadlarning bir qismining soliq undirishi va orqali davlat byudjetiga olinishi, aralash mulk muayyan bir obyektning turli mulkdorlar ishtirokida o'zlashtirilishini bildiradi deb ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi rejamizning bobida aytishimiz mumkinki, bozor iqtisodiyoti O'zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish holati bo'yicha, ya'ni bozor munosabatlariga o'tishning asosiy sharti bu ko'p demak holat bo'yicha iqtisodiyotni va raqobatlashuvi muhitni shakllantirish uchun shart-sharoitini vujudga keltirishdan iborat deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Yana aytishimiz mumkin, iqtisodiyot tarmoqlarida davlat ulushining mavjudligi va samaradorligini, ya'niki boshqa demak o'sha boshqacha qilib aytganda iqtisodiyotda davlat ishtirokini har tomonlama tanqidiy tahlil qilish va shu asosida iqtisodiyot tarmoqlarida xususiy sektor ishtirokini sezilarli darajada kengaytirish bo'yicha vazifalarimizni demak belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi slaydimizda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish jarayoni haqida aytishimiz mumkin. Ushbu jarayon 6 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Ya'ni xususiylashtirishning bir necha yo'llari mavjud deb aytishimiz mumkin. Davlat korxonalarini aksionerlik jamiyatiga aylantirish, ijaraga olingan davlat korxonalarini jamoat mulkiga aylantirish va davlat mulkini demak fuqarolarga bepul berish holatlari, davlat mulkini mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan mulk demak sohibiga berish, davlat mulkini chet el fuqarolariga berish, davlat mulkini auksionda sotish orqali amalga oshirish mumkin holatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi.
Demak, keyingi holat bo'yicha tadbirkorlik shakllarini gapirishimiz mumkin. Ya'ni tadbirkorlik shakllari tadbirkorlik to'g'risidagi demak qonuniy holati bo'yicha yakka mehnat faoliyati deyishimiz yoki xususiy tadbirkorlik ayrim fuqaro tomonidan yo'llanma mehnatni jalb etish asosida amalga oshiriladi. Jamoat tadbirkorligi bir guruh fuqarolar tomonidan amalga oshiriladi. Hamkorlikdagi tadbirkorlik, ya'ni aralash yuridik shaxslar va fuqarolarning o'z mulklari va mulkiy huquqlarini birlashtirish asosida amalga oshiriladi deb aytishimiz mumkin. Bu nizomda ko'rsatilishicha xususiy tadbirkor faoliyati turini amalga oshirishda xo'jalik yurituvchi boshqa subyektlar va mijozlar bilan o'z munosabatini shartnoma asosida olib borishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi slaydimizda demak rasm holatida tushuntirib o'tilgan, ya'ni tadbirkorlik faoliyatining asosiy shakllari haqida. Kichik biznes va tadbirkorlikning asosiy shakllari, eng asosiysi yakka tartibdagi tadbirkorlar, ya'ni yakka holat bo'yicha aytishimiz mumkin, kichik korxonalar, qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar, mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga o'xshaydiganlar, xususiy tadbirkorlik holatlari va mikrofirma shakllarini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Va quyidagi slaydimizda xususiy tadbirkorlik faoliyatini yuritilish tartibi turlari holati bo'yicha xususiy tadbirkorlik 3 holatda yuritilyapti. Ya'ni yuridik shaxs tashkil qilmasdan mustaqil ravishda ishchilarni yo'llash demak huquqsiz tadbirkorga tegishli mulk asosida yuritiladi deb ham aytiladi. Demak, tadbirkorlik faoliyati turlari holati bo'yicha asosiy holatda ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy va konsaltinglarga ajratib o'tishimiz mumkin. Ya'ni ishlab chiqarish holati innovatsion, ilmiy texnik tovarni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish, iste'mol xizmatlari ko'rsatish va axborotni kirgizadigan bo'lsak, tijoratga savdo xaridi, savdo vositachilari, ya'ni tovar birjalarni kirgizishimiz mumkin bo'ladi. Endi moliyaviy holat bo'yicha bank, sug'urta, auditorlik, lizing va fond birjalarini kirgizishimiz mumkin. Konsaltinglarga bo'ladigan bo'lsa, umumiy demak boshqarish, ma'muriyatchilik, moliyaviy boshqarish, xodimlarni boshqarish, marketing, ishlab chiqarish, axborot texnologiyasi va maxsus xizmat ko'rsatish mumkin bo'ladi. Firma holati bo'yicha korxona turlarini sanab o'tadigan bo'lsak, xususiy firmalar bo'lishi mumkin, shirkatlar, ya'ni shirkat firmalar, davlat korxonalari, aralash firmalar. Endi bu xususiy firmalarga demak shirkat firmalar holati bo'yicha cheklanmagan mas'uliyat jamiyat, aksiyadorlik jamiyatlar, mas'uliyat cheklangan jamiyat va korporatsiyalar oladigan bo'lsak, keyingi holat bo'yicha qo'shma korxona, konsern, konserium, konsessiya va kooperativ holatlar. Kartel, sindikat, vaucher, ijara, konsalting va injiniring holatlarini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bugungi mavzuyimiz doirasida biznesda demak biznesda mulk tushunchasi va mulkchilik shakllarini ko'rib o'tgan bo'ldik. Albatta bu haqida ushbu mavzu doirasida berib o'tilgan ma'ruza matni holati bo'yicha juda ham ko'p kengroq ma'lumotlar berib o'tilgan. Albatta ular bilan tanishib o'tishni va quyida berilgan testlarni ishlab keyingi mavzuga o'tishingizni mumkin bo'ladi. Albatta adabiyotlar ushbu holatlar bo'yicha berilgan, ularni ham qator o'rganib chiqsanglar yaxshi bo'ladi. Demak, ushbu 4-mavzu doirasida biznesda mulk tushunchasi va mulkchilik shakllari mavzusi doirasida bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ushbu ma'lumotlardan iborat.